Основа политики. Как начать понимать. Bunaqa kitoblar uncha topish qiyin. Bu kitoblar aslida YouTube kanalida podkast shaklida bitta odam tomonidan aytib berilyapti. Hop, bir qancha bo'limlardan iborat ko'rib turgan esak, o'zbekcha kitob bo'lganda zo'r bo'lardi, lekin o'zbekcha kitob yo'q ekan, afsuski. Mana shulardan iborat. Birinchi выступление. Har xil umumiy ta'rif beradi politikaga. Keyingisi zачем интересоваться политикой? Siyosatga qiziqmasa xalq bilan ish bo'lmaydi, qiziqmaydi. Kattalar o'zlari demak xalqni chekkaga surib qo'yib o'zlari boyliklarni bo'lib olishi mumkin. Yoki xalqni qiziqishlari bilan qiziqmaydi. Va politik ideologiya, qanaqa ideologiyalar bor? Jumladan demokratiyadan oldin boshqacha rejimlar bo'lgan bilamiz. Demokratiya, fashizm, kommunizm, sotsializm kabi ideologiyalar haqida. Anarxizm, yana globalizmga ta'riflar berilgan. Kimdir o'zini davlatlarni yo'q qilib, butun dunyoni bitta hukumat ostida birlash tarafdori, shu kabi xullas. Levые, правые, hozirgi paytda bu narsalar deyarli yo'q, chunki kimdirda o'zini qisman chap, siyosiy jihatdan chap qanot hisoblaydi, qisman o'rta yoki o'ng. Xullas bu nisbat ko'rinishda berilgan. Yangi chap qanotlar, o'ng qanot kabi. Liberalizm, individualizm. Liberalizmda hammasi erkin, savdo-sotiq davlat tomonidan nazorat qilinishi kerak emas deb hisoblanadi. Ozod, xullas hamma narsada erkinlik liberalizmda. Sotsializm, kommunizmda esa individualizm yo'q. Hamma narsa xalq manfaati uchun, ya'ni sen nimaki topsang, u xalqniki bo'lishi kerak. Shaxsiy mulking собственность deydi. Shaxsiy mulk xalqniki, ya'ni jamoaniki hisoblanadi. Kommunizmda oxiri kommunizm, ya'ni kommunizmda seni qanaqa xohlasang ishla, xohlamasang ishlama. Lekin nima xohlaganingcha o'zingga kerak narsani ovqat, misol uchun kiyim, xohlaganingcha ishlasang, ishlamasang utopiya hisoblanadi. Bu narsa bunga alohida urg'u berilgan. Anarxizm shu paytgacha insoniyat tarixida 5000 yillik tarixda anarxizmdan oldingi boshqa rejimlar o'zini oqlamadi, davlatchilik o'zini oqlamadi va anarxistlar shu narsani taklif qiladi. Ya'ni davlatni bekor qilish va uni o'rnida jamoalar, assotsiatsiyalar tuzishni taklif qiladi. Ya'ni odamlar davlatsiz o'zlari yashashni. Anarxistlar ham turli xil variantlari bor. Kimdir politsiyani umuman shunaqa kuch tuzilmalarni butkul yo'q qilish kerak deydi. Kimdir esa qisman saqlab qolish kerak deydi. Keyingisi natsionalizm. Hop, natsionalizm bu davlatchilik. Turli xil davlatlarda birlashuv emas, birinchi o'rinda milliy manfaatlarni ustun ko'radi. Turli xil bojlar, shu gaplarni faqat davlat manfaati uchun xalqaro dunyoni demak qiziqishlaridan ustunroq qo'yadi. Fashizm, natsizm hamma biladi. Fashizm Italiyada, natsizm Germaniyada paydo bo'lgan. Xo'p, fashizm bu demak, agar siz fashist belgilari, birinchi bu imperiya yaratish va senzura, turli xil shunaqa narsalarni birinchi o'ringa qo'yish. Shu kabilar xullas. Unchalik ham yomon tuyulmaydi, lekin bu keyinchalik boshqa elementlarga ham olib keladi. Natsizm, xo'p, bu demak bitta millatni oliy hisoblab
boshqa semit guruhini, ya'ni yevreylarni, misol uchun yevreylarni ta'qib qilish, yo'q qilish, chunki ular boshqa ko'p yomonliklar yaratgan, xullas shunaqa deb hisoblashadi. Hop, natsizm semit guruhiga bilamizki, nafaqat yahudiylar va boshqa xalqlar ham kiradi keyinchalik. Ko'rib olsa bo'ladi hamma buni. Libertarianство bu yangi g'oya, libertarianство yangi g'oya hisoblanadi. Bu turli xil bojlarni, shunga o'xshash narsalarni bekor qilish. Bu ham erkinlik, nyuanslari bilan libertarianство. Hop, ko'rib olsa bo'ladi. Buni ham globalizm, buni bilamiz. Shu milliy hukumatlarni globalistlar Yevropada asosan hozir, misol uchun globalist bu kim? Dunyoni birlashuvi, bojlarni bekor qilinishi tarafdori bo'lganlar va bundan tashqari globalistlar turli xil boshqa kambag'alroq davlatlardan yoki boshqa davlatlardan kelgan odamlarni kelib ishlashiga qarshilik qilmaydi. Kelib ishlanglar, bizni madaniyatimizni boyitinglar deydi. Nafaqat misol uchun Germaniyaga turli xil boshqa davlatlardan keladi va har xil oqibatlarga olib keladi. Globalistlar shu tarafdori. Buni nyuanslari bor. Har xil globalistlar bor. Bitta anaqasini rad qiladigan globalistlar bor yoki butkul qabul qiladigan globalistlar. Hop, politik ideologiyada o'zini qanaqa topsa bo'ladi? O'ng, chap. Hozir bu unchalik ham muhim emas. Hop, keyingisi demokratiya. Demokratiyani bilamiz. Demokratiya bu erkinlik. Bu ham so'z erkinligi, namoyishlar, tolerantlik, dinlarga, boshqa din vakillariga nisbatan tolerant bo'lish kabilar. Hop, keyingisi totalitarizm. Totalitarizm bilamizki, bu bitta ideologiya bo'ladi. Har qanday senzura bostiriladi, tanqid yo'q, faqat tepadagilar nima desa shu totalitarizm. Davlatni demak bitta ideologiya ostida birlashuv yoki hukumatni, xullas siyosat ustidan nazorati, total nazorati totalitarizm deyiladi. Gibridniy rejim bu, hop, ya'ni tashqi ko'rinishdan demokratiya, ichiga kirsang buni aksi. Gibridniy rejimda saylovlar bo'ladi, raqobat, turli xil ko'p partiyalar bo'lishi mumkin yoki partiya tuzishga ruxsat berilishi mumkin. Lekin ichiga qarasa, bular hammasi soxta saylovlar. Ya'ni misol uchun partiyalar ko'p bo'lishi mumkin, lekin ular aktyor hisoblanadi. Misol uchun davlat rahbari prezidentga nisbatan turli tanqid qilmaydi, lekin saylovlarda qatnashishi mumkin, shunaqa, lekin ular aktyor hisoblanadi o'zining nomi bilan. Hop, davlatni hamma biladi. Keng ta'rif berilgan davlat qanaqa paydo bo'lgan. Birinchi, misol uchun urug' jamoat davrida davlat paydo bo'lishi uchun resurs yetmagan. Davlat 200 ta misol uchun odam yashasa, 200 tagacha odam yashasa bitta urug'da, unda davlat paydo bo'la olmaydi, chunki ular faqat turli xil, misol uchun ov bilan shug'ullanishi mumkin va urug' jamoaga bostirib kiradi. Bitta qabila, yonida yashaydigan qabila bostirib kiradi va grabit, ya'ni talaydi ularni. Va buning natijasida ular shunaqa, misol uchun dehqonchilik yoki chorvachilik bilan shug'ullanmaydi, shunchaki talash bilan kun o'tkazadi. Lekin bir kuni ular talashdan charchaydi va boshqa o'sha dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan ovchilik bilan shug'ullanayotgan qabilaning oldiga keladi yoki dehqonchilik bilan va o'sha yerda qoladi, hokimiyatni ushlaydi, bir ikkita avlod o'tadi va bu bosib olingan qabilani, demak avlodi nima bo'lganini unuttiriladi va ulardan endi yaqinlashib qoladi-yu o'sha mahalliy aholiga, o'sha bosib olgan qabila vakillari, va
o'zlari uchun turli xil yoki umuman qonunlar chiqaradi. Bular ozod qilganlar, ozod qilgan kelganlar mifический har xil xudo darajasiga chiqarilar yoki xullas oliy hisoblantiriladi mahalliy xalq uchun. Keyingisi propaganda, targ'ibot. Propagandasiz turli xil rejimlar paydo bo'lishi qiyin masala. Xalqni demak qulog'iga turli xil uydirmalar yoki shunga o'xshash gaplar singdiriladi. Hokimiyat shunaqa mustahkamlanadi xullas. Germaniyada shunaqa bo'lgan. Televizor orqali, gazeta orqali shu narsalar ketyapti ba'zi davlatlarda. Bu siz endi bunga alohida gapirish kerak. Keyingi katta mavzu juda ham. Keyingisi natsionaliy bu milliy manfaat. Milliy manfaat misol uchun urushlarda rasmda ham ko'rib turishlaringiz mumkin. Urushlarda misol uchun milliy manfaatsiz biror narsa qilish qiyin. Xullas bu yog'i juda ham chuqur. Realizm в международных отношениях, ayniqsa ba'zi odamlarning harakatlari natijasida 21-asrning 25-yili realizm boshqacha ko'rinish oldi. Ya'ni xalqaro huquq oyoq osti qilindi. Oddiy qog'oz, bir parcha qog'ozga tenglashtirildi. Bugun qo'l qo'yilgan turli xil bitimlar ertaga agar senda kuching ko'p bo'lsa hech qanday ahamiyatga ega emas. Kuch bugungi kunda belgilaydi. Kuchlar nisbati. Armiyang kuchlimi? Biror hududda bosib olasan va kerakli bosim natijasida o'sha huquqing e'tirof etiladi. Liberalizm xalqaro munosabatlarda. Xo'p, xullas shu o'zbekcha varianti yo'q bo'lsa kerak. Ko'p ehtimol bilan juda ham chuqur berilgan ichida hamma siyosat haqida. Menimcha biz uchun ham juda ham foydali ma'lumotlar ko'p.